Bugun men Launchboard 23. Bugun men sizlarga eng zo'r fishkani ko'rsataman. Sizlar ham shunaqa narsa qilmoqchi bo'lsanglar, meni orqamdan qaytaringlar. Birinchi pol uchun shunaqa joy qilish kerak. Va uni любой doska bilan qilib tashlash kerak. Va uni ustidan bunaqa narsa qo'yish kerak. Oyna. Bunaqa. Qilib ustiga bunaqa fonar qo'yish kerak. Pastga redstone blok qo'yamiz. Va bunaqa redstone kod bilan uni obodga qilib chiqamiz. Fonarimiz yonida, chunki mexanizmimiz ishlayapti. Va uni chekkalarini doska bilan qo'yib chiqish kerak. Shunaqa obodga qilib, qarabsizki tayyor. Ichiga qarab ko'rsangiz, xuddi redstone tepaga ketganday o'xshaydi. Yana shunaqa videolar xohlasangiz bo'lsa, like bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Va yana